Qo'qonning Zelyoniy bozoriga va o'sha mashhur Romanka somsaxonasiga yaqin bo'lgan narxi ham zo'r joy ko'rsatmoqchiman. Undan tashqari atrofida maktab, bog'cha, choyxona, kafe, savdo markazlari, sport zal, avtoservis, davlat idoralari, banklar joylashgan ekan. Bu degani qanaqa biznes qilsangiz ham klientingiz naqd degan ekanda, to'g'rimi? Maydoni 75 metr kvadratni egallagan, hujjati jihatidan turar joy uchun mo'ljallangan ekan. Lekin lokatsiyani zo'rligini hisobga olib biznesga burvorsa nima deysiz? 2 qavatli qilib qurishga ruxsati bor, fundamentlari quyilgan holda topshirishadi. Yana zo'r tomoni, gaplashsangiz qurilishni yakunlab remontlarigacha tayyor holga keltirib berishar ekan. Bu yer ofis, sartaroshxona, go'zallik saloni, apteka, oziq-ovqat do'koni kabi kichik biznesni yuritishingiz uchun juda qulay joy ekan. Narxini esa 15200 kami bor deyishmoqda. Ekranda egalari nomerini qoldiramiz. Bog'lanib kelishib ketaverasiz. Manzilni tepada aytgandim. Qo'qon shahar 1-maktab yaqinida. Lokatsiyasi ham, narxi ham zo'r, joyni yaqinlarga ulashib qo'ying.